Agar 20 yoshim va hozirgi aqlim bo'lganida hech kim uchun emas, hayotni faqat o'zim uchun yashardim. O'zimni qadrlashni, o'zimga sodiq bo'lishni erta o'rganardim. Sevgi bilan aldangan yuragimni himoya qilardim. O'zimni pastga tashlab, boshqalarning shodligi uchun ovora bo'lmas edim. Har bir xilni yuragimdan qadrlab, har bir yo'qni o'zimga sodiq bo'lib aytar edim. Hech kimning so'zi, yomonligi yoki dunyo qoidasi menga o'zimni unutishga majbur qila olmas edi. Juda kech qoldim. Endi faqat orqaga qarab yig'layman. Yo'qotgan vaqtim, yo'qotgan o'zim uchun. Qadri yo'qolgan insonning ko'z yoshlari faqat o'zi uchun. Kech bo'lgan dars. Yo'qotganim menga shuni o'rgatdi. O'zimni qadrimni hech kimdan kutmasligim kerak edi.